2026-yil iyun oxirida, iyun oyida uy qurishi necha pul bo'lyapti? Sizlarga akalar mutaxassis usta akamiz bilan gaplashdik telefonda. To'g'risi past nomer yozib qo'yamiz, to'g'risi usta akamiz nomerlari. Pishig'ish necha pul urilyapti, xomg'ish necha pul urilyapti, mana taydek podushkasi qanaqa bo'lyapti, mana nimasi, taydek semon necha pul urilyapti. Bu tomonimizda mana shilaka bloklar bor. Shilaka blok necha pul urilyapti? Batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, like bosib qo'ying, pastcha tugmasini bosib uy qurmoqchi bo'lgan do'stingizni tashlab qo'ying, xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Endi videoni boshlaydigan bo'lsak, qaranglar, birinchi bo'lib mana podushkasi qurilar ekan. To'g'risi aka-ukalar xafa bo'lmanglar, podushkasini so'ramabman. Podushkasi menimcha mana betonni ichida bo'lib ketsa kerak. Mana betonimiz eni 40 bo'lar ekan, bo'yi 60, примерно 60 bo'ladi. 50 qilsa ham bo'ladi, 60 bo'lsa ham qilsa ham bo'ladi. Uni usta bilan kelishasizlar, uylarning balandligiga qarab, keyin 2 etaj, 3 etaj qiladigan bo'lsangiz, podushkasini sal baquvvatroq qilishingiz kerak. Mana uni ham o'sha sal balandroq qilsangiz yaxshi bo'ladi. Menimcha bilganlar kommentariyga yozib ketdilar. Mabodo xato qilayotgan bo'lsak, kommentariyga to'g'rilab ketinglar, chunki birinchi marta bunaqa video olyapmiz, to'g'risi. Akalar, mana eni 40 ta, bo'yi 60 bo'lar ekan. 1 metrini hozir metr yozib oldik. 1 metrini 60 ming so'mdan qilib berishar ekan. Hamma xarajatni olib kelib berasizlar, faqat ustiga abad qilib berasizlar. Farg'ona, Marg'ilon atrofiga yurishaveradi ustalarimiz. Mana shu Varzaydanmi shunaqa ekan usta akalarimiz. Endi hop, xomg'ishga keladigan bo'lsak, bir dona xomg'ish hozirgi kunda 450 so'm ekan xomg'ish. Aka-ukalar, buni o'sha 450 so'mdan urib berishar ekan. Batgacha yetib kelishi 100 so'm minib qolibdi. 550 so'mdan bir dona yetib kelibdi batga. Marg'ilon, bu Anvar Qossob ko'chasi 21-22-ko'chada mana qurilgan, uy qurilgan. Mana shu 550 so'mdan yetib kelgan, 450 so'mdan urib berishgan. Hozirgi kunda 450 so'mdan urib berishaveradi, xudo xolasa. Nechta g'ish ketsa, o'shanga qarab hisob-kitob chiqaveradi. Endi mabodo pishig'ishdan quraman deydigan bo'lsangiz, aka-ukalar, pishig'ishda hozirgi kunda pishig'ishimiz bir dona 800 so'm atrofida ekan. Xumdonda yo'l kirasi примерно 100 so'm, 150 so'm minib qolar ekan. 900 so'm, 950 so'm atrofida kelar ekan Marg'ilon ichiga. Примерно kelishasizlar uning ham. Usta akamiz o'zlari nomerlari bor. Imkoniyat darajasida o'sha ko'proq olsalaring, yengilroq qilib beradilar. 950 so'mdan yetib kelar ekan batga. Urib berishlari o'sha rastvorga bo'lsa 850 so'm ekan. Agar oddiy loyga bo'ladigan bo'lsa 700 so'm urib berar ekanlar. Xudo xolasa, menimcha narx-navolari go'zal, chunki ko'p ustalarda eshitganim men, o'sha g'ish misol 800 so'm bo'lsa, urib berishlari ham 800 so'm bo'ladi. Bu akamiz oddiy mana loyga urilgan bat, loydikini 700 so'm qilib berar ekanlar. Hop, endi nimani qaranglar, tom yopishga keladigan bo'lsak, tomni ham ko'rsatib beraman. Chiroq urib berishibdi, yopib berishibdi, xudo xolasa. Mana nimani akalar, tomni yopishdan oldin loy uriladi. Mana ko'rayotgan bo'lsa, loy uriladi. Mana shu taxtalar ustiga loy qilinadi. Hali loy batga urishmabdi. Lekin loy uriladi. Buni 1 kvadratini deyishdan adashmasam 20 ming so'mdan urib berishar ekan. Hamma yo'qni olib kelib berasizlar, o'zlari chiroqli loy qilib berishadi. Bundan keyin tomimizni shipirini, bir dona shipirni 80 ming so'mdan qoqib berishar ekan. Bundan tashqari plus tomoni mana yonidagi ko'rayotgan bo'lsa tunikasi bilan ana suv chiqib ketadigani, bular bepulga bonus ekan akalar. Mana shu bir dona shipirimiz 80 ming so'mdan, yonida tunikalari bepulga bonusga qilib berishar ekan. Endi hop, mana shu shilaka blokdan mabodo devor qilib bir agrajeniya qilaman deydigan bo'lsangiz, bir o'tdan to'saman deydigan bo'lsangiz, hozirgi kunda shilaka blokning narxi bir donasi 3 ming so'm ekan. Buni 3 ming so'mdan urib berishar ekan. O'sha o'zlari loy qilib hamma narsasini olib kelib berasizlar. Bularning xizmati o'sha bir dona shilaka blokka 3 ming so'm bo'lar ekan. Akalar, menimcha narx-navolari juda qulay, yaxshi narxlar bo'ldi. Farg'ona, Marg'ilon atrofida yurishaveradi. Endi misol Andijon, Namangandan bo'ladigan bo'lsa, narx-navolarni kelsalang, past nomerga aloqaga chiqib gaplashsalang, xudo xolasa borib imkoniyat darajasida qilib berishadi. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Bizning kanalimizga like bosib, agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa manfaatli, foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar.